Shu bir quti gugurt yordamida bolangiz aqlini rivojlantirsangiz bo'ladi. Hech ham deyishdan oldin yaxshilab tomosha qilib turing. Oddiygina bo'sh qog'oz, ruchka yoki marker va bir donagina gugurt cho'pi kerak bo'ladi. Qog'ozga gugurt cho'pini turli yo'nalishlarga qaratgan holatda chizib olasiz va bosh qismini aniq qilib belgilab qo'yasiz. Bolangizni yoshiga qarab shakllarni murakkabroq qilib chizasiz va bir quti gugurtni cho'plarni bitta idishga solasiz va chizilgan qog'ozingizni ham ularni oldiga qo'yasiz. Bolalaringiz gugurtni yo'nalishiga qarab boshini to'g'ri qo'ygan holatda qog'ozga terib chiqishlarini buyurasiz. Siljib ketmasligi uchun skotch yordamida stolga qotirishingiz ham mumkin. Bu mashq nafaqat bolangizni aqliy salohiyatini rivojlantiradi, balki sabr qilish, diqqatini bir joyga jamlash ko'nikmasini ham shakllantiradi. Bolangizni hadeb 2 olma deb urushavermasdan, shunaqa mashqlar bilan aqlni rivojlantirib turing. Bolalaringiz bu bilan mashg'ul bo'lib turgan paytda o'zingiz ham maza qilib ishlaringizni qilib olasiz. Shunaqa universal videolar uchun mana blogimga obuna bo'lib qo'ying.